Yozda tug'ilgan ayollar atirlari. Bu ayollarga gulli, nafis, yengil hidli, o'ta salqin bo'lmagan atirlar mos keladi. Nafis, nimranglar mukammal ranglardir. Yozgi ayollar tabiatini ham shunga ko'ra tavsiflash mumkin. Odatda ular o'zlarining ranglar mutanosibligi kabi yumshoq ko'ngil va mehribon, go'zal va oliyjanobdir. Muloyimlik ularning o'ziga xos tashqi ko'rinishlarida aks etib turadi. Deyarli barcha yoz ayollariga romantik urfdagi liboslar juda yarashadi. Burmalar, burma hoshiyalar, burma hoshiyali yoqalar. Lekin aksariyati bunday bichimdagi liboslarni xush ko'rmaydilar. O'z uslublariga ega bo'lgan bunday ayollar ko'pincha erkin va o'ziga ishongan haqiqiy xonimlardek ko'rinadilar. O'zlariga mos mutanosiblikni topganlarida yumshoq, mayin, nozik va barqaror fe'l-atvor egasi sifatida tasavvur uyg'otadilar. Ular vazmin, sipo taassurot qoldiradilar va Watteau yoki Renoirning suratlaridagi go'zal ayollarni eslatadilar. Biroz zodagonlarga xos, biroz sun'iylik, biroz dimog'dorlik yozgi ayollar fe'l-atvoridagi asosiy xususiyatdir. Dag'allik, qattiqqo'llik ularga begona. Bunday ayollar mag'rur, lekin yakka-yolg'iz kurashmaslikni ma'qul ko'radilar. Ishda ularni sabr-toqatlari va og'ir bosiqliklari uchun yaxshi ko'rishadi. Yozgi atirlarning asosiy belgisi gulli iforlardir. Ular biroz shirinroq yoki juda mayin bo'lishi mumkin. O'ta g'ayriodatiy, og'ir va o'tkir hidlar to'g'ri kelmaydi. Atirgul, hazorangul, nargis kabi har qanday gul hidlari, shuningdek vanil hidi mos keladi. Yozda tug'ilgan ayollar uchun aldigidli atirlar, masalan, Chanel 5 juda munosib. Yozgi ayollar atirlari deyarli doimo tillarang asal yoki dolchin rangida, bahorgi atirlardan to'qroq, kuzgi atirlardan yorqinroqdir.